aytib o'tishimiz kerak. Milliy sertifikatni savollari bu oliy ta'limdagi test sinovlaridan, ya'ni kirish test sinovlaridagi savollardan biroz farq qiladi. Chunki bu yerda faqat yopiq savollar bo'ladigan bo'lsa, milliy sertifikatda bu ochiq savollar bilan baholanadi va u yerda ya'ni faqatgina belgilagan to'g'ri javob uchun emas, ya'ni u yerda o'sha Rash modeli asosida hisoblashi barchasi yo'lga qo'yilgan. Va bu yil mana o'zingiz aytib o'tganingizdek, milliy sertifikat bilan topshirgan abituriyentlarimiz soni yildan yilga oshib bormoqda. Bilim malakalarini baholash agentligi bilan birgalikda buni ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni hozirgi kundagi maksimal ball berish tizimi qanchalik to'g'ri, ya'ni o'sha bitta joyga ko'p talabalarni, abituriyentlarni tiqilib qolish masalasi va hokazo. Chunki bu yildan yilga oshib boryapti va o'ylaymanki, bu bir necha yildan keyin milliy sertifikat bilan topshiradiganlar soni test sinovlari bilan topshiradiganlardan oshib ketadi. Va albatta buni biz oldindan ko'ra bilib, mexanizmlarni ishlashimiz kerak va bu bo'yicha ishlayapmiz. Albatta qandaydir fikrlar, yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga buni xabarini beramiz. Rahmat.